Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa tuman Xalq banki hamkorligida Qo'rg'ontepa tuman Yangiboston MFida 187-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti ekilgan. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqish, gullash va yetishtirish uchun kun davomida sug'orish ishlari, zamonaviy agrotexnik ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan sug'orilib kelmoqda. Ushbu loyiha jami 5 gektardan iborat bo'lib, ushbu loyihada 33 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalikka 15 sotikdan yer to'g'ri keladi. Loyihani samarali oshirish uchun Yo'lbars xo'ja ota kelajagi fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir dehqon xo'jaligi uchun 2 tonnadan hosil olish rejalashtirilmoqda.